Ulna gumbazdir eshigu tuynugidan yo'q nishon. Necha gulgunpo'sh qizlar manzil aylabdur makon. Sindirib gumbazni qizlar holidan olsam xabar, yuzlariga parda tortiqliq turarlar bag'raqon. Ushbu chistonning javobi anor. Bu esa anor daraxti. Va mana shu anor daraxti ekilgan tomorqani 3D Eurosetka Eurozaborlar bilan yaqindagina biz ishlarni tamomlab ihota qilib berdik. Ushbu obyekt Limonariya mahallasida joylashgan bo'lib, uzunligi 75 metrni tashkil qiladi. Bu joyga balandligi 1.20 lik, uzunligi 2.5 metrlik 3D Eurosetkani 5 mm qalinligidagini o'rnatib berganmiz. Ustun profillari bo'lsa 6 ga 4 profillar ankerlar yordamida dastlab bordiyorlarga qotirib chiqilgan va ularga kreplenyalar yordamida 3D Eurosetkalar qadab chiqilgan. Agar sizda ham shunday yoki shunga o'xshash tomorqalaringiz bo'lsa va uni ihota qilishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, 3D Eurosetka aynan to'g'ri va tez bo'ladigan yechim deb o'ylaymiz. Va bunda Hothosetka sizga yaqindan yordam beradi. Ya'ni 3D Eurosetka mahsulotlarimiz, aksessuarlar va profillarimiz o'zimizdan bo'ladi va istasangiz o'rnatib berish xizmatlarimiz bilan ham kelib, aynan siz aytgan joylarga o'rnatib bitirib berishga harakat qilamiz. Raqamlarimiz ekranlarda, Hothosetkaga qo'ng'iroq qiling.